Assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. Dinamo Kiyev klubi va O'zbekiston milliy jamoasi afsonasi Maksim Shatskix Ukrainskiy futbol nashriga bergan intervyusida O'zbekiston milliy jamoasining ilk bor jahon chempionatiga yo'l olgani haqida fikrlarini bildirib o'rtoqlashdi. Hech qanday sir yo'q, albatta. Shunday natijani kutgandim. Bu payt kelishi kerak edi va u keldi. Yaxshi tomoni shundaki, FIFA Osiyoga ajratilgan yo'llanmalar sonini oshirdi. Endi u 8,5 ta. O'zbekiston saralash bosqichida juda ishonchli o'ynadi. Natija va o'yin jihatdan ham jamoa a'lo darajada shakllangan, futbolchilari yaxshi. Ko'plab futbolchilar xorijda o'ynayotgani ham katta ustunlik. Kuchli chempionatlardagi tajriba, mehnat va tinimsiz o'yinlar natija berdi. Sizningcha O'zbekistonning eng kuchli jihati qaysi? Aniq aytish qiyin. Raqibga qarab turli taktikalarda o'ynashdi. Hujumkor futbol ham ko'rsatishdi. Tezkor hujumlarga ham suyanishdi. Saralash davomida taktik sxemalar sezilarli o'zgargani yo'q. Agar Qozog'iston OFK a'zosi bo'lganida jahon chempionatiga chiqish imkoniyati yuqoriroq bo'larmidi? Qozog'istonda bo'lganimda ham shunday savol bergandim. Nega u UEFAga ketdingiz? Ular ham jahon chempionatiga chiqishga yaqin edi. Qozog'iston bilan o'rtamizda doimiy derbilar kuzatilardi. Ehtimol Yevropaga o'tish orqali futbolchilarni sotish osonroq bo'ladi deb o'ylashgandir. Lekin aniq javobni shu yerda ham topmadim. Hozir esa ularning nufuzli turnirlarga chiqishi deyarli imkonsiz. O'zbekiston milliy jamoasini hozir 43 yoshli murabbiy Timur Kapadze boshqaryapti. U haqida nima deysiz? Shaxsan birga ishlamaganman. Olimpiada 2024 uchun jamoani tayyorlaganini bilaman. Uning qo'lida terma ilk bor Olimpiadaga yo'l oldi. Yaxshi natija. Oldinroq Olimpik klubi bor edi. U yerda Olimpiya jamoasi futbolchilari yig'ilgandi. Ular keyinchalik Olimpiya termasining asosini tashkil qildi. Kapadze 2025-yil qishidan boshlab bosh murabbiy bo'ldi. 4 o'yinda 2 g'alaba, 2 durang. U termadagi futbolni o'zgartirmadi. O'sha tarkib, o'sha taktika. Bu esa samara berdi. Hozir jahon chempionatining o'zi biz uchun imtihon. Birinchi bor shunday nufuzli turnirda qatnashish arziydigan natija. O'zbekistondan Ukraina nimani o'rgansa bo'ladi? Qiyin savol. Ukrainada ham muvaffaqiyatlar bor. Yevro musobaqalarida muntazam qatnashish, jahon chempionati 2006 da chorak finalga chiqish. Hozir Ukraina milliy jamoasi tarkibida avlodlar almashuvi ketyapti. Yoshlar kelyapti. Bunday paytda vaqt kerak, ammo vaqt doim yetishmaydigan resurs. Agar jahon chempionatida O'zbekiston va Ukraina bir guruhga tushsa, qiziqarli bo'lardi. Bu o'yinni ko'rishni istardim. Ukrainaning jahon chempionati 2026 ga chiqish imkoniyati qanday? Raqiblar Fransiya, Ozarbayjon, Islandiya. Fransiya bilan o'yin og'ir kechadi, lekin Islandiya va Ozarbayjonni yutish mumkin. Har qanday raqibga qarshi ehtiyotkor bo'lish kerak. Hamma futbol o'ynashni o'rgangan. Ikkinchi o'rinni olish Ukraina uchun muammo bo'ladi deb o'ylamayman. Balki birinchi o'rin uchun ham kurashsa bo'lar. O'zbekistonda futbol qanday ahvolda? Juda tez o'smoqda. Yangi infratuzilmalar qurilyapti. Barcha terma jamoalar uchun zamonaviy baza bitish arafasida. Bolalar va o'smirlar futbolda ham o'sish bor. Har narsa sekin bo'lsa ham to'g'ri yo'l tanlandi. Oldin yulduz futbolchilar katta pulga O'zbekistonga kelardi. Rivaldo misolida. Hozir esa o'z tarbiyalanuvchilariga e'tibor ko'proqmi? Har bir klubning o'z maqsadi bor, lekin asosan mahalliy futbolchilarga suyanishmoqda. Har holda legionerlar ham bor. Sifatli chet elliklar chempionat darajasini ko'taradi. Faqat o'zlarini o'ynatish mumkin, lekin yoshlar kimdan o'rganadi? Nega o'zbek futbolchilariga Ukrainada talab yo'q? Bilmayman. Ehtimol O'zbekiston bozoriga e'tibor qilishmayotgandir. Qolaversa hozirgi vaziyatda hamma ham urush ketayotgan mamlakatga borishni istamaydi. O'zbek futbolchilari Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Xitoy, Tailand kabi mamlakatlarga ham borishmoqda. Shaxtiyorning o'z yo'li bor, ammo qolgan klublar o'zbek futboli bozoriga qarasa manfaatli bo'lardi. O'zbekistonda ko'plab sifatli futbolchilar bor. Ukrainaliklardan qolishmaydi, lekin hozir legionerlarni chaqirish oson emas. O'zbekiston milliy jamoasida asosiy yulduzlar Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanovmi? Yulduz so'zini uncha tushunmayman. Ha, Shomurodov Romada o'ynayapti. Husanov Manchester Cityda. U hali yosh. Shu jihatdan yulduz desa bo'ladi. Lekin boshqa chempionatlarda ham yaxshi futbolchilarimiz bor. Ikkitasi Rossiyada, boshqalar Turkiyada. Jamoamiz kuchli. Siz 34 ta gol bilan terma jamoani to'pirar bo'lgansiz, lekin hozir bu natijani Shomurodov ortda qoldirdi. 42 ta gol. Bu holatga qanday munosabatdasiz? Faqat xursandman. Men o'ynagan vaqtda boshqa muammolar bor edi.
UEFA va OFK taqvimi mos kelmasdi. Termada o'ynayotgan paytda klubda Chempionlar Ligasi bo'lardi. Meni qo'yib yuborishmasdi. Taqvimlar keyin moslashtirildi. Bundan tashqari hozir Osiyo jamoalarida musobaqalar soni ko'p. Ilgari bunchalik ko'p emasdi. Menda faqat Osiyo Kubogi va Jahon chempionati saralash o'yinlarida to'p surish imkoniyati bo'lardi. Shomurodovga omad va sog'lik tilayman. Gollari yana ko'p bo'ladi. Ishonchim komil, dedi Maksim Shatskix. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.